Mercedes GLE AMG ni kupesini srochniga bosib yuborsangiz bo'ladi. 2019-yil 65 ming probeg, kraskasi toza ekan. Mana diskadagi oranjiy palasalarni ko'ryapsizmi? Salonda ham, rullarda ham xuddi shunaqa oranjiy palasasi bor ekan. Mana shu zavodskoy ekan. Orange Line deyilsa kerak. Va kupesi AMG qiruvchi, kraskasi toza, maza joyi, qop-qora rangli. Katta panorama и saloni полный mana Alcantara va koja kombinatsiyali. Rostavash palasasi yaxshigina video beryapti. Harman-Kardon akustika sistema, mana salon holati ham, kuzov holati ham tiniq bo'lib turibdi. Pnevma podveskalargacha bor bu apparatda. Srochniga qalblarga qo'l solib, rosa sodalashdi o'zi ham. Oho. 65.900 ga baraka qo'yarsiz bo'ladi. Ozgina pulingiz yetmasa, xohlasangiz Nasiya savdo asosida ham gaplashaversangiz bo'lar ekan. Tarqatib tashing, maza qilib AMG GLE kupeda o'qib yursangiz bo'ladi bu yo'g'iga.